Bemorimiz 70 yoshda. Bugun klinikamizga mustaqil siyishni qiyinligiga, kechasi uxlagandan keyin 4-5 marta siyishga chiqishga bezovta murojaat qilib kelganlar. Bemorga qo'yilgan tashxis tekshiruvlardan so'ng prostata bezi adenomasi 2-3 daraja, hajmi bo'yicha 110 gram. Hozir bemorimizda transuretral rezeksiya prostata amaliyotini o'tkazamiz. Tak, mana ameliyatimizni ham tugatib oldik. Mana prostata bezi adenomasining o'rni, lojasi juda ham katta joy. Ochilib, yo'li ochildi. Xudo xolasa bemorimiz mustaqil qon oqib siyadilar. Mana boshidan kirganimizda u taraf yopiq edi. E'tibor bergan bo'lsalar. Kirgandan mana bu taraf o'zi ochiq.